Bugungi vazifamiz Zashita Dovganes 5 deb nomlanadi. 5-variantini ko'rib chiqamiz demak. E4, E5, kon F3, E5dagi pechkaga har doimgidek hujum qilyapti. Kon C6 himoya qilish uchun chiqyapti. Slon C4 F7 degani mo'ljalga olyapti piyodani. Kon F6, kon F6 ga D4, D4 ga Y'da maqsad markazda egallash. 0-0 bu holatda 0-0 ga kon uradi E4, ya'ni markazda egallayapti. Ladya E1, ladya E1 ga, ya'ni ochmasga qo'yapti bu holatda. Ladya E1 hozir kon qochib keta olmaydi. Ham himoya ham hujum qilish maqsadida D5 yuryapti. Otda himoya qilib slonga hujum qilyapti bu holatda. Qurbonlik qilib fers D5 holatiga olib kelyapti. Slon D5, fers D5 uradi albatta. Kon C3 pechkaga o'zini qurbon qilyapti. Ot bilan urib olmaydi, sababi ochmasda turibdi. Agar DS qiladigan bo'lsa, fers yutib olish imkoniga ega. Shu holatdan qurbonlik qilmoqchi bo'ladi. Fers A5, ya'ni bu holatda ochmasga qo'yapti. Kon D4, ya'ni markazda pechkani uraveryapti. Fers D4, kon D4 uryapti. Oqlar ham fers D4 urib E5dagi E4dagi konga ikkilash hujum qilyapti, uchiklash. F5 himoya qilyapti bu holatda. Slon G5, fers qoralar C5 yurib almashtirib bormoqchi. Agar fers biron joyga qochadigan bo'lsa, deylik boshqa joyga qochadigan bo'lsa, bunday qochadigan bo'lsa, misol bu yerdan shoh berib keyingi xotga mat qilishni ko'zlagan. Bu holatda oqlar fers D8 yurib shoh beryapti. Korol F7 qochadi. Korol F7 ga kon E4, F7 qoralar. Ladya E4, ladya E4 ga slon D6 yuryapti bu holatda. Ya'ni qochib H8dagi ladya bilan fersga hujum qilyapti. Bu holatda fers H8 oqlar urib ladyani yutib olyapti. Fers G5, bu holatda F4 yuryapti, ya'ni fersga hujum. Fers H4 ga yuradi. Ladya D1 slonga hujum. Slon C5 dan shoh. Agar F1 ga qochsa, fers F2 dan mat. Shuning uchun H1 ga qochadi. Slon H3, ya'ni bu holatda ladya A8 dagi ladya bilan yo'lini ochib fersga hujum qilyapti. Maqsad fersni markazdan qochirishida niyatiga yetdi va fers A8 ladyani uradi. Slon G2 dan shoh. Korol majbur uradi G2 ni. Boshqa yo'li yo'q. Fers G4 dan shoh. Korol F1 ga qochadi. Fers F3 dan yana shoh. Korol majbur E1 ga qochadi va fers F2 dan mat holati keladi. 22 xotlik partiyamizni yozamiz, yaxshilab yodlaymiz va aytamiz. Bugungi vazifa shu.